Xitoyning Uyg'urlarning kimligi va madaniyatiga doir kitoblarni cheklaganligi va avtorlarni tutqun qilganligi, hatto nurg'un ziyonlarni naq tutqun qilib o'lim jazosiga hukm qilganligi bildirildi. Birlashma agentligining eng yangi xabarida Sharq Turkistondagi madaniyat qirg'inchiligi bilan diqqat tortayotgan Beijing doiralarining Uyg'ur kimligi va madaniyatiga doir asarlarning avtorlarini bostirish nishoni qilinganligi ilgari surildi. Xabarlarda Xitoy doiralarining 2016-yildan buyon davlat hokimiyatini og'dirishga qudratlilik qilish bilan ayblangan 54 yoshli Jalqor Rozning asarlarini o'z ichiga olgan, nurg'ulg'an asarlarni cheklaganligi hamda 400 dan ortiq akademik, yozuvchi va shoirni tutqun qilganligi o'tirg'i qo'yildi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Kommunist partiya sekretari Chin Changoning rayondagi yuqori besimliq siyosatlarini texnik kuchaytirish haqida buyruq tushirilganligi ilgari surildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Chin Chango Xotan shahrida asosiy qatlamlardagi kadrlarni ziyorat qilganda Xotan shahridagi xizmatlarning bosh nishoni haqida to'xtalib, ijtimoiy bexatarlik va muqimlikni abadiy qo'g'dash va asabiylikka qarshi kurashni qat'iy davomlashtirish uchun texnik ko'p xizmatlarning qilinish kerakligini aytgan. Chin Chango shundaqla 1-oktyabrdagi Xitoy Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatlarida eng kichik xatoliklarni qabul qilmaydiganligini ta'kidlagan. Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payne 7 oydan buyon Beijingda tutib turilayotgan Avstraliyalik Xitoy yozuvchi va sobiq diplomat Yang Xingjinning 23-avgustda josuslik bilan ayblanib qo'lga olinganligi bildirildi. U bu haqda Xitoy doiralari bilan suhbatlashishni davomlashtirayotganligini bildirdi va Yangning salomatligi, tutib turilayotgan sharoit haqida ansirashlarimiz bor, ularni Xitoy doiralariga ochiq bildirdik dedi. Amerika Davlat ishlari ministrligining Yaponiya, Vengriya, Daniya, Latviya va Koreyaga umumiy qiymati 4 milliard dollardan oshadigan harbiy aslah setib berishi tasdiqlanganligi bildirildi. Amerika Mudofaa bexatarlik va hamkorlik agentligi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Yaponiyaga 3 milliard 295 million qimmatidagi 73 o'lchamlik SM-3 Belokus tiplik boshqariladigan bomba setilishi tasdiqlangan. Bu savdoga SM-3 sistemasining qo'shimcha zapchaslari va MG-9larni o'z ichiga olganligi ta'kidlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiyaning chegara bexatarligini qo'g'dash jihatidagi andishlarini tushundiganligini bildirib, Turkiyaning janubiy chegarasida bir bexatarlik rayoni qurilishi Suriyaning zamin butunligi nuqtasidan ijobiy bir qadamdir dedi. Putin poytaxti Moskvada Rais Erdo'g'an bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qildi. Putin Turkiya bilan Rossiyaning energiya sohasida yaqin hamkorlik o'rnatganligini ta'kidladi hamda Oqquyi yadro elektr stansiyasi va Turk yaqimi tabiiy gaz turbil liniyasi qurilishining davomlashayotganligini tilga oldi. Uningdan boshqa Turkiya Cumhur raisi Erdo'g'an oldingi kuni o'tkazilgan Max Av Osiyo ko'rgazmasiga qatnashdi. Moskvada o'tkazilgan bu ko'rgazmada Erdo'g'an Putin bilan birga S-57 tipli urush aeroplanini ekskursiya qildi.